Assalomu alaykum hammaga. Bitta yangiligim bor. Telefon sotiladi. Endi mana shuncha, uzunligi shuncha, qalinligi mana shuncha. Endi buni ko'rsata olmayman, sababi telefonni o'zida syomka qilyapman. Undan eng zo'r yangiligim mana bu xonadonda qiladigan ishimiz. Kimga yoqadigan bo'lsa, mana shundan bitta bosib, kommentariyani portlatib yozib ketaverasizlar. Mana bu darvozaxonamiz. Mana bu akamiz eng ishongan usta akamiz bo'ladi. Rosa yo'liga tushib, mana shu o'zining ishini ustasi bo'lib ketdi, xudo xolasa. Mana shunaqa qilib chiroyli qilishyapti. Hozir ish davom etyapti bu tarafda. Xudo xolasa. Mana bu usta akamiz ham o'zining ishini nihoyatda ustasi bo'ladi. Kimga yoqadigan bo'lsa, mana shunaqangi ishlar. Aytgandek, kommentariyani portlataverasizlar. Bu qiladigan ishimiz nomi gibki kamin deb aytiladi. Tashqi fasadlar uchun mo'ljallangan narsa. Hammaga omad. Yana bir bor eslataman, mana bundan bosib, kommentariyaga yozib portlatib ketinglar.